Operatsiya bu yechim bo'lmaydi. Operatsiya eng oxirgi chora. Operatsiyadan keyin o'ylaydigan odamlar yaxshi yo'q. Hozirgi kunda operatsiya %70% operatsiyalar ya'ni og'riqli jarayon bilan tugayapti. Operatsiyadan keyin yana og'riqlar paydo bo'lyapti, yana shunaqa holatlar, yana davolanib yurishga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun aytardimki, operatsiyaga shoshilmang hech qachon. Operatsiya eng oxirgi chora va eng oxirgi umid. Bizda shunaqa hozirgi kunda metodikalar bor, bizda yangi zamonaviy metodlar bor, davolanib sekin-sekin o'zingizni tiklab olishingiz mumkin. Bu ayni kasallik artroz suyak yemirilishi, suyak kasalliklari bo'yicha ko'ks artroz, periartroz, tizzadagi, bo'ksadagi og'riqlar uchun bizda zamonaviy metodikalar, plazma liftdan tashqari lechebniy fizkultura, LFK lechebniy fizkultura o'shalar bilan shug'ullantiramiz. Xullas azizlar, sizda shunaqa bo'g'in kasalliklari muammosi yoki suyak yemirilish, shunga o'xshash kasalliklar bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilasiz. Avvalo kasal bo'lmangiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling.